Markaziy Osiyolik dehqon. Assalomu alaykum. Kanalimda obunachilari. Buni anchadan ko'rishganimiz yo'q. Bugun bir narsa bitta sirni sizlarga aytay. Mana bu yerda mana yuklarni ekib qo'yganman mana. Qashinish mana. O, naraqda ukrop ekilgan mana. Ukrop. Ukrop ekkanman. Ukroplar ana kashnishi mana bu tomonda o't yo'q mana. Lekin mana bu halol degan o't doriga ham o'lmaydigan o'rtoqlarda. Yaqinlar bilib o'ynar. Men o'sha buni kashnish bilan ukropni sepishdan oldin o'tga qarshi dori bor edi. O'shani sepdim o'sha o'tga qarshi dorini. Sumalak mana bitga keyin sumalak ekandi mana bu tomoniga sumalak mana. Hech narsa chiqmadi. Bu ham chiqib keldi. Chiqqandan keyin qurib bo'ldi. O'sha dori bu dori sumalakqa bo'lmaydi ekan o'rtoq. Shuni bilib o'ynar. Sumalakqa qarshi dorini sepgandan keyin sumalak yetgan o'shitga mana. Shu narsani bilmaganman ekan men shu. Sumalak o'lib qolar ekan. Bu ham nima ta'sir qilar ekan, lekin mikrop bilan kashnishga ta'sir qilmaydi ekan. Bitta sirni shu yoshga kirib shuni bilmaganman ekan. Sumalakda nima ta'sir qilar ekan bu dori o'sha. O'tga qarshi dori. Lekin sepgandan keyin ana kashnish bilan mikropni ko'rlaring kan yo'q. O't chiqmadi. Mana endi boshqatdan sepyapman. Mana endi boshqatdan ekyapman. O'sha dorini nima qilgandan keyin 2 marta sug'orib yubordim. Dorisi yo'qoldi. Endi chiqib keladi endi. Sumalak endi chiqadi. Hurmatli o'rtoqlar, limon zolimda hozir 3-4 kundan keyin bekitaman plyonkaasi. Mana hozir limonlar bo'yotibdi. Bu yil yana bitta sir limon haqida sirda o'rtoqlar. Har safar pechka yoqardim-da bu ichkariga parnigimda. Keyin yoqqanda mana baxlarni nima tashaverdi. Baxlarni ham tashaverdi, gullarni ham tashaverdim. Mana gullar o'sha nima paytda pechka yoqqanimda. Dut oladi. Dutga tashaverar ekan limon baxlarini ham gullarini ham. O'shaning uchun bu yil xudo xolasa ataplana qilaman. Shunga harakat mana hozir ataplanaga joy tayyorlab qo'ydim mana. Ana o'rtoqlar, mana shu yerga katyol o'rnataman bu yil endi. Nimani ham pechkani zakaz qilib qo'ydim. Nimaga mayda ko'mirga yonadi ekan, ataplana qilamiz. Xudo xolasa endi limonlar yaxshi. Bu tomonga ham g'ishton urib tashlayman. Bu tomonga ham bekitaman. Parnikni bag'ini ham, bu tomonini ham bekitaman-da mana shu yerda. Nima bo'ladi? Qozonxona mana shu yerda bo'ladi. Mana chesnaklarni ham ekib qo'yganmiz. Mana chesnaklarning holati ham. Bu tomonda chesnak. Bu tomonda bolgarskiy mana bu to'g'lar. 16-oktyabrgacha bekitishimiz kerak-da parnikda. 16-oktyabrda yo'q. 17 bo'lmasam 16-kuni sovuq nima urib ketadi. Undan keyin bo'lmaydi o'sha narsa. Hurmatli obunachilar, bugungacha shu endi. Yana yaxshilikda ko'rishguncha yaxshi ma'lumotlar, bilmagan sirlarni sekin-asta ochaveramiz. Salomat bo'lasizlar. Ko'rishguncha yana xohlaganlar like bosinglar, xohlamasalar yo'q. Menga like'ni keragi yo'q. Bu menga hobbi. Men o'zimni nima qilish uchun bor o'zimdagi sirlarni, mana shu dehqonchiliklarda shu xalqimga bildirsam, shu bilmagan narsalarni
nima qilsam, o'rgatsam, mana shu o'zimga nima desam bo'ladi. Xursand bo'lgan bo'lamada menga like ham kerak emas. Nima podpisa ham nima kerak emas. Jo'n ko'rsalaring bo'ldi, ko'rsalaring. Salomat bo'linglar, salomat bo'lishga majbursizlar. Xayr.